oddiy material bilan öydili qiladigan baqalining qilish usulini olib keldik. Bunun yeterlik materiallar mavi 100 gram yağ, 8 gram soda, 2 gram podafin, 230 gram şeker, 250 gram asal, 280 gram un, 280 gram sumay, mavi pıraksız qunaq meyi, 8 dal tuxum, 126 gram qittiq. Aldıdan tuxumni chiqib oldik. Ondan keyin şekerni silib, şeker erikchilik aralashtirib olamiz. Shundaroq şeker erib bo'lgandan keyin mavi asalni to'kib, yana davomli aralashtiramiz. Endi mavi qittig'imizni silib aralashtiramiz. Mavi endi unimizni silib aralashtirib olamiz. Mavi soda bilan podafinimizni un bilan birga sevib olamiz. Quruq un qammig'idek, unning munakchilari qammig'idek holatda to'liq aralashtirib olgandan keyin mavi yong'oqni ichiga silib, paloq bilan tekshir aralashtirib olamiz. Mana sumayni tekshir aralashtirib oldik. Endi mavi lisimizga töküp xamirning ustiga endi yana yong'oq chechib olamiz. Kavşağını asti 160 gradus qizdirib olgandan keyin mana silib 1 soat pishirib olamiz. 1 soat pishirib o't o'chirib, yana 10 minut tindirib olsanglar bo'ldi. Mana bizning baqalarimiz pishib chiqdi. Mana baqalarımızın içiye. Mana ayıldı qısanlar bulduğun baqali. Hesapda siyirqma işletmedik. Sumay, pıraksız qunaq meydi qıldık. Anadaki şeker bilen nesli asasen asal miktarı köpürek. Bazıda müştaq qızıl çıqarsaq, xalqlar so'rab ketdi. Bazı hatta şagird qızlarning so'rg'ini var. Kokofon qatmamdıq bunun içiga deb. Külüp gitme baqalayım kokofon qatamdı deb. Mavi mana asal yaxshi bo'lsa, müştaq içi qızıl yaxshi chiqdi, qaranglar mana. Yumuşaqlığı. Ayılda balağa versanlarmı, çoğunlağı versanlarmı biliyordum o. Şuna sağlam çıktı. 抖音